Salom hammaga. Hozir men sizlarga Zarvonga haydovchi ilovasidan qanday qilib foydalanishni ko'rsatib beraman. Buning uchun biz ilovaga kirib olamiz. Ilovaga kirib olgandan keyin bizda balansimizda necha pul borligi, bugungi qilingan sayohatlar, daromadimiz va har xil statistikalarni ko'rib tursak bo'ladi. Tarixga o'tadigan bo'lsak, bizda shu paketcha qilingan sayohatlar tarixi, daromadga keladigan bo'lsak, bizda balansimizda necha pul borligi va kunlik, oylik, haftalik statistikalarni ko'rib turishimiz mumkin. Bizda tez orada pul o'chish tizimi ham yo'lga qo'yiladi. Bunda siz pul o'chish tugmasini bosasiz va karta ma'lumotlarini kirg'izish orqali o'zingizga kerak bo'ladigan ya'ni summani yozasiz va o'sha vaqtning o'zida shu pulni yechib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari bizda aloqa bo'limi bor. Bunda siz admindagilar bilan bog'lanishingiz mumkin. Misol uchun salom deb yozamiz. Bizda bundan boshqa aloqa usullari bor. Misol uchun telefon orqali bog'lanish, Telegram orqali va bizda ko'p so'raladigan savollar bor. Va profilga o'tadigan bo'lsak, bizda ism, familiyamiz, rasmimiz, reytingimiz va balansimizda necha pul borligi, shaxsiy ma'lumotlarimiz, hujjatlarimiz, foto nazoratlarimiz, avtomobillarimiz va sozlamalarni ko'rishimiz mumkin. Endi biz liniyaga kiramiz. Siz liniyadasiz. Liniyaga kirganda bizda taksometr xizmati ham bor. Agar sizda yo'l-yo'lakay yo'lovchi chiqadigan bo'lsa, taksometrni ezasiz. Yoqishni ezib turib, endi siz kilometriga va daqiqasiga summa yozishni boshlaydi, pul yozishni boshlaydi. Va safarni yakunlaymiz. Va safar yakunlangandan keyin bizda necha pul bo'lgani, masofasi, davomiyligi, to'lov turi va boshqa ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari biz yo'lovchiga izoh ham yozishimiz mumkin. Misol uchun 5 ta yo'lovchi zo'r va yopish. Taksometrdan qachonki agar yo'l-yo'lakay yo'lovchi chiqadigan bo'lsa, shunda foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari biz ratsiya bo'limi ham bor. Ratsiyani bu nima uchun kerak? Siz admin paneldagilarga yozishni o'rniga ovozli xabar yozmoqchisiz. Misol uchun buni yozamiz. Salom hammaga va yubordik. Va bizga agar admin paneldagilar bizga javob yozgan bo'lsa, bu yerdan eshitishimiz mumkin. Buni ustiga bitta yozamiz va eshitishimiz mumkin. Ha. Va bundan tashqari bizda P funksiya ham bor. Bu nima uchun kerak? Agar siz birorta bir bozorda yoki odamlar gavjum joyda bo'ladigan bo'lsangiz, mana shuni yozadigan bo'lsangiz, hozir biz birinchi haydovchimiz agar zakaz tushagan bo'lsa, birinchi bizga yuboradi. Bundan tashqari bizda buyurtmalar panel ham bor. Bunda siz haydovchilar olmagan buyurtmalari shu yerda ko'rib turiladi. Yoki siz agar buyurtma olgani ulgurmagan bo'lsangiz, mana shu joyga kirib buyurtmani qabul qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda tez orada tumanlararo servis ham ishga tushadi. Bunda siz tumandan tumanga borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni bu tumanlararoni ezamiz va bizni hozir turgan tumanimizni ilova avtomatik belgilaydi va boradigan tumanimizni belgilaymiz. Misol uchun hozir men Toshkentda turganim uchun Yashnobod tumanidaman va men Angren tumaniga bormoqchiman. Va 10:10 da yo'lga chiqmoqchiman. 10:50 da misol uchun va 27 ming belgilamoqchiman. Va bo'sh o'rindiqlar. Agar mashinaning oldi qismi band bo'ladigan bo'lsa, biz bir marta ezish orqali bandligini bildirishimiz mumkin. Va biz qo'shimcha ma'lumot yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun faqat ayollar. Endi e'lon berish tugmasini bosish orqali biz e'lon joylashimiz mumkin. Tez orada bu servis ham ishga tushadi. Bundan tashqari bizda svetofor bor. Buni yozadigan bo'lsangiz, qayerda ko'p probka bo'lyapti, qaysi yo'llar berkilgan, shularni ko'rib turishingiz mumkin. Hozir bizda yo'llar yashil rangda, bu degani probka yo'q. Probka juda ham kam. Bundan tashqari bizda chaqmoq funksiya bor. Buni ezish orqali sizda hozir qayerda ko'p zakaz tushayotganini ko'rib tursangiz bo'ladi. Va o'z-o'zidan
mana shu rang ichidagi buyurtmalar narxlari qimmat bo'ladi. Ya'ni mana shu ranglar ichida, mana shu fioletoviy rang ichida zakazlar soni juda ham ko'p. Bundan tashqari sizda agar bildirishnomalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga kirib ko'rishingiz mumkin. Admin panel tomonidan sizga birorta bir xabar yozilgan bo'lsa, mana shu joyga kirib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari siz admin paneldagilar bilan mana shu joy orqali yozishingiz ham mumkin. Bundan tashqari bizda lokator bor. Bu lokatorni yozadigan bo'lsak, bizda hozirgi bor bonuslarni ko'rsak bo'ladi. Misol uchun birinchi safarga 10 ming so'm. Lekin biz bu safarni olib bo'lganmiz. Hozir bizda 15 ta safar bajarganmiz va biz mana shu 10 ming so'mlik bonusni 5-iyun kuni 00:00 da olib bo'lganmiz. Endi hozir klientlar zakaz beradi. Va taksi zakaz qilganda biz qabul qilishni yozamiz. Сейчас начните движение. Va klientni qayerda turganini ko'rsak ham bo'ladi. Ikoni bilan, ikonkasi bilan belgilangan. Va biz klientga 30 metr qolganda, faqat 30 metr qolgandagina yetib keldimni ezamiz. Va biz yetib keldimni ezamiz. Bu yerda biz qayerdan olinayotgani va masofa va narxini bilsak bo'ladi. Tarif, to'lov turlarini bilsak ham bo'ladi. Agar yo'lovchi bilan telefon orqali bog'lamoqchi bo'lsangiz, mana bu tugmani ezamiz. Va yo'lovchiga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilsak bo'ladi. Agar yo'lovchi mashinaga o'tirgandan keyin sizga manzilni aytadigan bo'lsa, mana shu joyni ezamiz, manzil qo'shish va misol uchun Chilonzorga bormoqchi. Chilonzor metro bekatiga bormoqchi va tasdiqlashni ezamiz. Сейчас поверните направо. Yo'lni chizib beradi. Bundan tashqari bizda taxminiy narxni ham yozib beradi. Misol uchun taxminiy narx 5100 so'm bo'ladi va masofa 14,2 kilometr va 21 daqiqada yetib boramiz. Safarni boshlashni yozamiz. Сейчас поверните направо. Va safarni boshlashimiz mumkin. Bundan tashqari agar sizlar Yandex karta bilan ishlamoqchi bo'lsalaring, Yandex kartani ustiga bosamiz va Yandex karta orqali yo'lni davom ettirishimiz mumkin. Mana Go tugmasini yozamiz va Yandex kartasi orqali borishimiz ham mumkin. Сейчас Bizning o'zimiz поверните ilovamizda направо. navigatsiya tizimi ham bor. Shuning uchun Yandex kartaga yoki Google kartaga o'tish shart emas. Mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, hozirgi lokatsiyamizga boradi. Hozir turgan manzilimizga. Va biz Сейчас safarni начните yakunlashni движение. yozamiz. Men hozir boradigan manzilni klient ilovasidan hozirgi turgan lokatsiyamizga o'zgartirdim, chunki boradigan joyga bormasdan sizlar uchun yana ham tushunarli bo'lishi uchun men o'zgartirdim. Bundan tashqari safar yakunlangandan keyin biz safar necha pul bo'ldi, qancha masofa bosib o'tildi, davomiyligi va to'lov turi, safar narxi, park komissiyasi, soliq, sof daromadlarini ko'rsak bo'ladi. Yopishni yozamiz. Endi agar misol uchun klient zakaz berganda biz agar olishga ulgurmasak, buyurtmalar panelga tushadi va bu yerda bizdan qancha uzoqdaligini ham ko'rsak bo'ladi. Misol uchun hozir bizga yaqin turgani uchun 0,0 kilometr turibdi va buni qabul qilishimiz mumkin. Bundan tashqari agar bizga klient zakaz beradigan bo'lsa, biz olib ketish yonida 10 metr turibdi. Demak, bu bizdan 10 metr uzoqlikda. Qabul qilishni yozamiz. Сейчас начните движение.
va yetib keldimni yozamiz. Safarni boshlashni bosamiz va safarni yakunlashni bosamiz. Bizda safar qancha bo'ldi, qancha masofa bosib o'tildi va hamma ma'lumotlarni ko'rib turish imkoniyatiga egamiz. Yopishni yozamiz. Va bo'ldi. Tez orada bizning mana shu taksi Zarvongo haydovchi ilovasida boshqa funksiyalar ham qo'shiladi. Agar savollaring bo'lsa, bemalol adminlar bilan yoki chat yoki admin paneldagilar bilan chat orqali aloqaga chiqsalaring bo'ladi.